Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Polisbekmi. Bugungi yangi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bog'otda xursandman. Bilaman anchadan beri video chiqmay qoldi. Buni sabablarini Telegram kanalimizda va Instagram kanalida obuna bo'lganlar bilishadi. Tak что sizlar ham obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa yangiliklarni o'tkazib yubormaysizlar. Xo'sh, bugungi videomizda PUBG Mobile'dagi life hack va buglarni sinab ko'ramiz. Qaysi biri o'xshadi, qaysi birlari o'xshamaydi, qaysi biri sizlarga foydali bo'ladi, qolganlari foydasiz. Hammasini bugungi videomizdan bilib olamiz. Videoni boshlanishidan oldin siraza kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yinglar, chunki bizning oilamiz yangi yilgacha 20 mingta bo'lishi kerak. Shunga o'z hissalaringizni qo'shib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim va menga juda ham katta motivatsiya bo'lardi. Mana shu statistikaga yaxshilab e'tibor beringlar, qaranglar. 86% odam bizga umuman obuna bosmasdan videolarni tomosha qilishar ekan, 72% odam bizani televizordan tomosha qilishar ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bilasizlar, televizordan ham like va obuna bossa bo'ladi. Shunday ekan, like va obuna bosib qo'ysanglar, bizani hatto 80% odam podpiska bosmasdan kuzatganda ham bizda даже 20 mingta bo'lgan bo'lar edik. Bilasizlar, shunchaki videomizni tomosha qilib 60-100 yutib olsanglar bo'ladi. Qanaqa qilib bilsanglar, kanalimizga obuna bo'lasiz, shu videoga like bosib, kommentga tushib 5 tadan komment yozib, orqasiga IDlarni qo'shib qo'ysanglar, keyingi videoda oranglardan bitta odamni randomni aniqlab, o'sha odamga 60-100 tashlab beramiz. O'tgan videomizda ham xuddi shunaqa deyilgan edi. Video davomida bitta odamni aniqlab 60-100 ni tashlab beramiz. Ovqatlanayotganlar bo'lsa, yoqimli ishtaha oldinglar bu narsa olinglar. Men videoni boshladim. Qani ketdik. Ha, aytgancha kecha nimagadir 2-1 bo'lib qoldi-da. Futbolkamni qo'yib yuboring. Birinchi life hackimiz, agar telefoningizda 15 FPS bo'lib juda ham o'ynaganingizda qotsa, sirazi o'yindan chiqib ketinglar va chiqqaningizdan so'ng sanokni tanlab, sanokni bossanglar, telefoningizlar umuman qotmasdan ishlaydi. Ko'rib turibsizlar, fashi qotmaydi. Buni hech kim bilmasdi. Keyingi life hackga o'tamiz. Bu sirni ham uncha odam bilmasdi. Transportda ketayotgan paytingizda tormozni bossanglar, juda ham sekin to'xtaydi transport. Yana bir marta ko'rsatib beraman, qaranglar. Tezlik bilan ketyapsizlar, tormoz bossanglar juda ham sekin to'xtaydi. Men sizlarga hozir bitta usulni o'rgataman, ya'ni bitta sirni aytaman. Transportni bittada to'xtatish sirini o'rgataman, qaranglar. Tez ketyapsizlar, tepada transportdan chiqish tugmasini bitta bossanglar, joyida to'xtaysizlar. Ko'ryapsizlar? Buni hech kim bilmasdi. Ancha sizlarga foydasi tegadi. Keyingi life hackga o'tamiz. 3-sirni daji 4 yil PUBG o'ynab kechagina bildim. Xo'sh, biror joyga tushsanglar, mana shunaqa avruja topib olgan paytingizda arujani topib olasizlar va nima qilishni bilmaysizlar. Shunday tepaga qarasanglar, mana shu tugma bor. Bitta bossanglar, arujadan o'q chiqar ekan. Preking, tasavvur qilyapsizlarmi? Men 4 yil o'ynab bu narsani bilmas edim. Kechagina bilib oldim. Men bu yerga muz qo'shilgan ekan, men o'sha yerga ketdim. Bilaman, men sizlarga hozir juda ham zo'r narsalarni o'rgatdim. Kommentga rahmat deb yozib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. Yo para. Xo'sh, birinchi life hack va bug videolarga o'tadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimizda chatida bitta obunachimiz tashlagan ekanlar, xuddi shunday qilib tepaga chiqib olsa bo'lar ekan. Juda ham qiziqarli va foydasi tegadigan life hack yoki bug, ketib sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana boyagi video eventda xuddi shu joyida edi, adashmasam-da, xuddi shu joyida edi. Hozir biz supurgiga o'tiramiz va xo'sh, qanaqa qilamiz? Orqaga yuramiz va mana shuni bosamiz. Yo'q. Chiqib bo'lmayapti, yana sal orqaga yuramiz va mana bunaqa qizil tugma chiqaramiz. Qani? Yo'q. Adashmasam buni uchi sirazi olib tashlashgan. Men bu videoni, obunachimiz tashlab bergan videoni где-то 2-3 kun avval ko'rdim. Uji qaranglar, sirazi olib tashlashib chiqib bo'lmayapti tepaga. Juda o'xshamaydi bu bug. Xo'sh, yana sinab ko'ramiz, qani? Bosamiz. Qani? Yo'q. Bilmadim. Juda ham ko'p urinib ko'rdik. Shunda o'xshamadi bizda. Ikkinchi videomizga o'tadigan bo'lsak, mana shu bratimizning aytishi bo'yicha hozir bagiga yangicha ovoz qo'shilgan ekan. Oldingi ovozni bizga ko'rsatib beryapti. Oldingi bagining ovozi shunaqa edi va hozirgi bagiga qo'shilgan ovoz eshitinglar. Eshitibsizlarmi? Qani ketdingizmi? Bagiga o'tirib ko'raylikchi. Xo'sh, mana Erangilga tushib oldim va bagini topdim. Hozir qani bir o'tirib ko'ramiz. Bizda ham bagida ovoz o'zgarganmi, ili yo'q. Birinchi orqasiga o'tirib ko'ramiz. Ovoz yo'q hozircha. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin, bagi har doimgidek biror joyi o'zgarmagan. Boyagi brat aytishi bo'yicha bagiga o'tirsanglar shunaqa ovoz chiqargan. Va haydashni bosamiz va tezlikni oshirishni, yurishni bossanglar shunaqa ovoz chiqargan. Qani? Вообще bagiga o'tirmaylar.
Esinglarda bo'lsa, o'tgan videomiz kommentida 60 yuzi o'ynaymiz degan edim. O'tgan videomiz silkasini tashlaymiz hozir randomli saytga va bir kishini aniqlab chiqarib beradi hozir 60 yuzi yutgan odamni. Yo'q, ID yo'q. Bu biratda G'ulom General Public obuna bo'ldim. Jigarim shuni orqasiga ID qo'shib qo'yinglar. Mana bolalar ko'ryapsizlarmi? ID yo'q. Prosta komment yozyapsizlar. Misol uchun obuna bo'ldim deb orqasiga shunchaki ID larni qo'shib qo'yinglar. Mana 1 deb yozganlar. Ak obmen qilmaysizmi? Voy. Mana hozir 60 mana. Omad aka Turkmanistondan obunachizman deb. Addushi lekin jigarim Turkmanistondan agar bizlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, mana shu brat IDlarni yozib qoldirgan ekanlar. Mana ko'rishingiz mumkin 100 tushdi. Bugungi videomizdan ham xuddi shunaqa qilib 100 yutib olsanglar bo'ladi. Uning uchun aytganimdek, kanalga obuna bo'lishinglar kerak va like bosishinglar kerak. Kommentga kirib 5 ta komment yozib, o'sha 5 ta yozgan kommentinglarni orqasiga IDlarni qo'shib qo'yinglar. Mana shunaqa IDlar chiqmay qolishi mumkin. Mana shu bratimiz yozganlar, ko'rishingiz mumkin. Aka obunachizman Turkmanistondan deb prosta orqasiga IDlarni qo'shib qo'yganlar. Hozir chiqib 60 yutib oldi. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham ko'proq yutib olsanglar bo'ladi. Telegram kanal silkasi kommentariyada yoki opsiyada bo'ladi. Hammaga omad. Keyingi videomiz yaqinda qo'shilgan mana shunaqa zombi rejimda bo'lar ekan. Bilasizlar, zombilar juda ham ko'p, sizlarni o'ldirib qo'yishi mumkin, ya'ni o'qinglar ham yetmaydi. Xo'sh, ozgina kutsanglar, zona o'tgandan keyin hamma zombi o'zidan o'zi o'lib qolar ekan va mana shunaqa sekretni joy eshigi ochilar ekan. Ketib sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana Erangilga xuddi shu joyga tushib olganman, zombilarni oldiga. Ko'rishingiz mumkin, zombilar juda ham ko'p, meni o'qim ham yetmaydi bularni o'ldirishga. Agar bularni 3 tasi meni birdaniga ursa, men o'lib qolaman. Xo'sh, zona o'tdi, qani ozgina kutamiz, bular o'ladimi, yo'qmi? Xo'sh, zona o'tib ketdi. Ozgina kutamiz, qani bular lekin orqamda yuribdi hali ham. O'xshamasa-ya. Nosi yana bo'ldi bana. Ko'ryapsizlarmi? Xavfsiz zona ochildi deyapti. Borib hozir eshikni ochib ko'ramiz, qani o'xshadimi, yo'qmi? Men bu yerda kattasi bo'lardi, qani yo'q, bu ham o'lgan ekan. Hozir borib eshikni ochib ko'ramiz, qani o'xshasa, lekin juda ham foydasi tegadi. Ko'ryapsizlarmi? Umuman joninglar ketmasdan va o'qinglarni ishlatmasdan ochib olsanglar bo'lar. Voy, aviaman bor ekan bu yerda. Ishlatmasdan bemalol ochib olsanglar bo'lar ekan. Juda ham foydasi tegadi. Men bu yerda qanaqa eshik bor ekan? Men bu yerda yana bitta eshik bor ekan. Boyagi orujani men oldin ko'rmagan ekanman. Eshik ochish. Balkon ekan bu. Ko'rdinglar, zona o'tsa, ozgina kutib turasizlar. Zona o'tgandan keyin o'zi o'lib qolar ekan. Sizlar bemalol kirib eshikni ochib lut qilib olsanglar bo'ladi. Bizga mana bunaqa shprits bergan. Buni hozir ko'rib ko'ramiz, qanday bo'lganini. Buni Instagramda ko'rgandim. Men shunaqa sakrab odamlarni o'ldirsanglar ham bo'lar ekan. Juda ham qiziqarli va foydasi tegadigan narsa bo'ldi bu hozirgi video. Bu haqida nima fikr bildirasizlar? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Buni o'xshadi desak ham bo'ladi. Keyingi lifehack videomiz ham anchagina foydasi tegadigan videoga o'xshab turibdi. Emetga kirasizlar, mana shunaqa kirisalar juda ham ko'payib ketgan bo'ladi va bir usul orqali boyagi joyga o'xshadi. Shu joy ekan. Xo'sh, mana shu yerdan, derazadan kirib bemalol odamni ursanglar bo'lar ekan. Juda ham qiziqarli, ketdik sinab ko'ramiz. Mana videoda ko'rsatilgan joy xuddi shu joy edi. Mana shuni orqasiga kirisalar o'tirib turgan bo'ladi, bu yoqdan kirib kelishinglarda. Xo'sh, videodagidek sinab ko'ramiz. Birinchi men bu stoykalarning ustiga chiqib olishimiz kerak bo'ladi. Chiqib olib, voy, yurib oldim men. Sakramasdan yurib oldim. Yana ikkinchi marta sinab ko'ramiz. Voy, chiqa olmadim. Yo'q, u tomonga o'tib ketar ekan. Men bu yerdan chiqib ko'ramiz hozir. Xo'sh, chiqib olamiz va shaqa kelib, yurib sakrashni bosamiz. Qani, bu ozgina yetmay qoldi. 3-marta ham sinab ko'ramiz. O'xshaydiganga o'xshaydi. Chunki derazani pastida qanaqadir chiqib turibdi teksturasi, o'sha yoqqa tushib olsa bo'ladi. Qani, yurishdi. Voy! Vashi qo'lim kelishmayapti. Mana addushi kuzatadiganlar biladi, qo'lim bilan ozgina problema bo'lib qolgan. Mana ko'rdinglar, o'xshadi. Bittada emas, 4-5-urinishda o'xshadi. Men qo'lim bilan ozgina problema bo'lib qolgan edi. Buni Telegramimizga va Instagramimizga obuna bo'lganlar bilishadi nima bo'lganini. Ko'rdinglar, bu videomiz ham o'xshadi. Sizlar ham foydalanib ko'ringlar. Yaxshi bajarsanglar bittada o'xshaydi va odamni bemalol ursanglar bo'ladi.
Biz endi keyingi videoga o'tamiz. Qani ketdik. Bilaman sizlarga O'zbekiston bo'yicha eng arzon UC servis kerak. O'tib bemalol narxlarni ko'rishingiz mumkin. Hamma isbotlari tashlangan. Hammanglar UC servisimizga kutib qolaman. Bundan bir oy avval Instagramda juda ham trendga chiqib ketgan video edi. BMW va Kaspersky PUBG o'rtasida kollaboratsiya, ya'ni hamkorlik bo'lgan edi. Даже men buni YouTube kanalida videoda ham qo'shgan edim. Xo'sh, kecha va kechadan oldingi kuni 2-3 kun ichida hozir yana Instagramda trend bo'lib, yana bitta sportkar qo'shildi va uni ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, mana shu sportkarlar. Bu videolarni sizlar Instagramda ko'rgan bo'lishinglar ham mumkin, ili ko'rmagan bo'lsanglar ham kerak. Endi savol bor-la. Birinchi bo'lib PUBG Mobile globalga keladigan skin va shunaqa sportkarlar birinchi bo'lib Kaspersky PUBG da qo'shiladi va undan keyin oradan ancha vaqtlar o'tib, keyin global PUBG ga qo'shadi. Endi savol, BMW Kaspersky PUBG qo'shilganiga ancha bo'ldi, ya'ni 2 oydan oshdi. Xo'sh, bundan keyin hozir Instagramda juda ham trendga chiqib ketdi. Porsche sportkarlari qo'shilgani. Endi savol bor-la. Global PUBG da shunaqa qilib keyingi sportkar BMW qo'shiladimi, ili boshqa sportkarmi? Bu haqida albatta fikringizni kommentda yozib qoldiringlar. Mana bolalar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Tekinga 63 yutib olmoqchi bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib va kommentariyada kirib 5 ta komment yozib, orqasiga IDlarni qo'shib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bizni Telegram va Instagram kanallarimizga obuna bo'lib va u yerda ham poddershka qilishinglarni kutib qolaman. Ko'rishinglar mumkin mana shu Instagram va Telegram kanallarimiz. Hammaga rahmat va hammaga xayr. Shuncha gaplardan keyin ham obuna va like bosmagan bo'lsanglar, bilmadim jiyarim. Qachon biz ham 20 mingta bo'lamiz.